Case Sapsan kompaniyasi ofisi. Loyiha doirasida Sapsan kompaniyasining 1000 kvadrat metr ofis interyeri qisqa muddatda to'liq ta'mirlandi. Ta'mirlash ishlari atigi 1 hafta davom etdi. Bu muddatda hol, koridor, ofis xonalari va muzokara zallarining devorlari Ecoplit panellar bilan qoplandi. Interyerda Ecoplit Nova panellaridan Terra Wood, Light Grain, Scar Wood va ferro teksturalar qo'llanildi. Shuningdek, Ecoplit akril panellari ham ishlatildi. Natijada, qisqa vaqt ichida zamonaviy tayyor ofis muhiti, minimal vaqt bilan biznes jarayonini davom ettirish imkoniyati, ortiqcha xarajatlarning oldi olindi va interyerga zamonaviy va shinam ko'rinish berildi. Ecoplit panellarining ekologik tozaligi va yong'inga chidamliligi loyihaning qo'shimcha ustunligi bo'ldi. Agar sizda ham ta'mirlanishi kerak bo'lgan katta loyiha bo'lsa, bizga murojaat qiling. Sizga eng tezkor va zamonaviy yechimlarni taqdim etamiz.